Oyunlar içidən parlağan kiçikkina ümid nuri. Abduri Səhər. Abdurrahim Heytning ölüb tirilişi paydo qilgan mulohizlar. Faqat dudlar chelib naqshi aytqanlik gunohi bilan 1 yildan ortiq vaqtdan buyon Xitoy turmusida yetayotgan xalq san'atkori Abdurrahim Heytning vafot bo'lganligi haqidagi xabar Türkiye matbuotlar tarafidan e'lon qilingandan keyin dunyo miqyosida qandaq g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lsa, oradan 2 kun o'tgandan keyin uning hayot ekanligi haqidagi xabarimi shundoq g'ulg'ul qo'zg'adi. Undan boshqa Xitoy doiralarining uning hayot ekanligiga oid videoni tarqitishi bilan Uyg'urlar dunyo jamoati oldida saxta uchur tarqatganligi bilan o'sal ahvolga tushib qolarmi degan andisha, shundaqla Turkiya bilan Xitoy birlashib o'yin o'ynab Xitoydagi jazo lagerlar masalasida davomli holda Uyg'urlar tarafda turayotgan Türk xalqi oldida Uyg'urlarni yolg'onchiga chiqararmi degandek andishlar ko'payishga boshladi. Ammo bu yolg'on xabarning tarqalishida Uyg'urlarning hech qanday mas'uliyati yo'q. Yolg'on xabar va yolg'on uchurlar qanday joylardan tarqaladi? Xabar va uchurlar qattiq kontrol qilinadigan Xitoydek diktator davlatlardan tarqaladi. Agar Xitoy Uyg'urlarni yolg'onchiga chiqarish niyatida samimiy bo'lsa, chet eldagi Uyg'urlarning ona vatani Sharq Turkistondagi ota-ona, urug' tuqqanlari bilan bo'lgan normal aloqasini asliga keltirsin. Chet elda yashayotgan Uyg'urlarning normal holatda vataniga berib kelish yo'llarini asliga keltirsin. Sharq Turkistonni dunyo muxbirlarga kengri ichivasin. Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining o'rni Gansu bilan vatanimiz chegarasiga silingan zamonaviy turma. Shundaqla Xitoyning Xilonjang o'lkasiga yetkilayotgan Uyg'urlar masalasida samimiy bo'lsin. Jazo lagerlaridan qo'yib berilgan qarindoshlarimiz o'ttirg'i qo'ygan Uyg'ur va qozoqlarga ichkizilayotgan noma'lum dorilar va o'qillar haqida tushuncha bersin. Mencha dunyo jamoati Xitoyning 21-asrdami o'lim lagerlarini qayta tirildirguchi ekanligini tonib yetgan bir vaziyatda ota-onalar bilan aloqalashmag'iniga bir qancha yillar bo'lgan. Dunyoda Uyg'urdan boshqa bir millat bo'lmagan sharoitda bir xabarning andoq yoki mandoq bo'lib ketganligi sababidan Uyg'urlarni saxta xabar tarqatadigan deb ayblab ketmasligi mumkin. Balki Xitoy mushu sabablik nurg'unlagan savollarga tortilishi mumkin. Mayli bu yerda qandaq hili-nayrang, o'yin va saxtakorliklarning bo'layotganligidan qat'iy nazar, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonot intayin kuchlik bir bayonot bo'lib, bu bayonotda tilga ilingan so'z iboralarning vazni intayin ig'ir. Bayonotda Abdurrahim Heyt haqida qisqa to'xtalib, asosiy jihatdan jazo lagerlari masalasiga diqqatni markazlashtirgan. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu jihatda tadbir ilishga chaqirgan. Turkiyaning Türk dunyosi va musulmon dunyosida o'ynagan roli intayin zo'r bo'lib, bu bayonotning e'lon qilinishi bilan Türk dunyosi va musulmon dunyosi Uyg'ur masalasida jasoratlanishi
va ko'chalarga to'kilishi mumkin. Bu nuqtadan qattiq ansirgan, uzundan buyon jazo lagerlaridagi Uyg'ur ziyoli, olim, san'atkorlar haqida hech qandaq ma'lumot bermayotgan Xitoy hukumati hapla-shapla Abdurahim Hayit videosini bozorga selish orqali bundaq bir dunyo xarakterlik qo'zg'alishning oldini olmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Turkiya e'lon qilgan bu bayonotga qarta G'arb matbuotlarimo intayin ijobiy inkoslarni bildirmoqda. O'ttirda qandaq hiyla-mekir va o'yinlarning bo'lishidan qat'iy nazar Turkiya Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bu bayonot Uyg'urlar uchun foydali, kuchli bir bayonot bo'lib, Uyg'urlarning qaytadan tug'ilish uchun ochiq to'lg'oqning boshlanadiganligining shapsidan iborat bo'lishi mumkin. Nurg'unlagan o'yinlar ichidan parlagan bu umid nuri chorsiz qolgan Uyg'ur xalqining nurliq kelajagi uchun bir chora bo'lib qolishi mumkin. 2019 yil 11 fevral